MMA jangchilari asablari doimo tarang yuradigan odamlar va buning sababini tushunish qiyin emas. Chunki ularning kasbi nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham nihoyatda og'ir. Ko'plab jangchilar yakkakurashga kelishidan oldin ham turli ruhiy muammolar bilan kurashgan. Bunga oiladagi zo'ravonlik, og'ir bolalik yoki hayot davomida olingan ruhiy jarohatlar sabab bo'lishi mumkin. Ayrimlar aynan jang san'ati orqali ichidagi g'azabni nazorat qilishni o'rganadi, ammo ba'zida so'ngandek ko'ringan cho'g'lar yana alanga oladi va jangchining butunlay boshqa qiyofasi yuzaga chiqadi. Bunday paytda esa ular atrofdagilar uchun ham xavfli bo'lib qolishi mumkin. Lekin hammasi ham katta janjal bilan tugamaydi. Ba'zida UFC yulduzlari shunday g'alati va ochiqchasiga cringe ishlarni qilib qo'yadiki, keyinchalik o'zlari ham buni eslashni istamasa kerak. Bugungi videoda UFC yulduzlari ishtirokidagi eng esda qolarli va eng sharmandali voqealarni birma-bir eslaymiz va ishoning, bu hikoyalar orasida zerikishga vaqtingiz bo'lmaydi. Dastin Porye MMA olamida janjalkashligi bilan tanilgan jangchilardan emas. To'g'ri, uning yoshligi ancha og'ir o'tgan. Porye alkogol bilan muammolari bo'lganini, murakkab o'smir bo'lganini va hatto qonunbuzarligi sabab panjara ortida ham o'tirganini hech qachon yashirmagan. Ammo UFC'dagi faoliyati davomida Dastin nafaqat buyuk jangchi, balki haqiqiy jentelmen sifatida ham obro' qozondi. Oktagonda ayovsiz jang qilsa-da, uning tashqarisida o'zini munosib tutardi. U deyarli hech qachon iflos trash-talk ishlatmagan, oilasiga sodiq bo'lgan, xayriya ishlar bilan shug'ullangan va o'z biznesini rivojlantirgan. Shu sabab 22-iyun kuni Dastinning aeroportda mast holda janjal ko'targani haqidagi xabar tarqalganda, ko'pchilik bunga ishonmadi. Ammo oradan bir kun o'tib video ham paydo bo'ldi. Unda mast holatdagi Porye terminal bo'ylab yurib politsiyachini mushtlashishga chorlayotgani ko'rinadi. Dastin uni ochiqchasiga provokatsiya qilib, jang qilish niyatida oldiga boradi. Politsiyachi esa provokatsiyaga uchmadi va avval Poryeni gap bilan tinchlantirishga harakat qildi. Keyin uning hamkasblari yetib kelib, birgalikda Dastinning qo'liga kishan taqishdi. Atlantadagi aeroportda yuz bergan bu voqea MMA muxlislarini shokka soldi. Chunki Poryedan ilgari bunday xatti-harakatni deyarli hech kim ko'rmagan. Keyinchalik Dastinning o'zi ham buning sababini tushuntirdi. Uning aytishicha, faoliyatini yakunlagach o'tmishdagi ichki jinlarini jilovlash tobora qiyinlashgan. Porye o'tgan yili qo'lqoplarini mixga ilgan va 37 yoshida oktagonda sarflab kelgan ulkan energiyasiga yangi yo'l topish oson bo'lmayapti. Aslida bu muammoga faoliyatini yakunlagan ko'plab sportchilar duch keladi, ammo hamma ham aynan yangi hayotga tezda moslasha olmaydi. Porye esa muammosini tan oldi va yordam olishga tayyorligini bildirdi. Men yordamga muhtoj ekanimni tushundim. Janglarni tashlash men uchun oson kechmayapti. Alkogol yechim emas. U otamning hayotini barbod qilgan va men uning mening hayotimni ham buzishiga yo'l qo'ymayman. Oilam mening 100% yaxshi holatimga loyiq. O'zimni tartibga keltirish va to'g'ri tanlov qilish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilyapman, deb yozdi UFC'ning sobiq vaqtinchalik yengil vazn chempioni. Poryening sobiq raqibi Conor McGregor esa mutlaqo boshqa toifadagi inson. Agar Dastinning aeroportdagi qilig'i ko'pchilikni hayratga solgan bo'lsa, Conor bunday mojarolarni go'yo kolleksiya qilib yuradi. Irlandiyalikning sharmandali voqealari shunchalik ko'pki, ular haqida alohida top tuzsa ham bo'ladi. Zo'ravonlik va jinsiy tajovuz bo'yicha ayblovlar, sudgacha yetib borgan ishlar, klubdagi tasodifiy odamning telefonini sindirish, eski do'stlari bilan janjallar va hashamatli kurortdagi g'alati qiliqlar. So'nggi 10 yilda McGregor nomi turli mojarolardan deyarli tushmadi. U xalqaro yulduzga aylanganidan beri bu mojarolar deyarli to'xtagani yo'q. Hatto uzoq tanaffusdan so'ng oktagonga qaytib, yana jang qilganidan keyin ham Conorning nomi atrofidagi shov-shuvlari tinchigani yo'q. Uning xarakterini hisobga olsak, kelajakda ham McGregor ishtirokidagi yangi mojarolarni ko'rsak, bunga hech kim ajablanmasa kerak. Bu video uchun esa Conorning shkafidagi skeletlar orasidan eng g'alati voqealardan birini tanladik. Bir yil avval reper Azealia Banks ijtimoiy tarmoqlarda juda g'alati hikoyani oshkor qildi. Uning aytishicha, McGregor shaxsiy xabar orqali unga nomaqbul surat yuborgan va keyinchalik bu haqda gapirmaslikni talab qilgan. Eng g'alati tomoni esa suratning o'zi edi. Unda yalang'och Conor ko'zgu qarshisida va uning jinsiy a'zosiga kichkina gantel bog'langan edi. Banks esa jim qolmadi. U yozishmalar va suratni ommaga chiqarib, McGregorga keskin javob qaytardi. Mazmunan u Conorning bunday surat yuborib, keyin bu haqda gapirmaslikni talab qilayotganidan g'azablanganini aytdi va buni harom deb atadi.
Qizig'i bu mojaro ham Konorning obro'siga katta zarba bermadi, chunki Makgregor muxlislarini shu qadar ko'p g'alati va shov-shuvli qiliqlariga o'rgatib qo'yganki, endi navbatdagi mojaro chiqqanda ko'pchilikning reaksiyasi deyarli bir xil. Yana Konormi? Unda ajablanadigan joyi yo'q. Navbatdagi UFC sobiq 2 vazn chempionining hikoyasida esa kulgili hech narsa yo'q. BJ Penn anchadan beri sportdagi buyuk yutuqlari bilan emas, balki oktagondan tashqaridagi muammolari bilan ko'proq eslanmoqda. Bir paytlar u noyob iste'dod va mehnat orqali qanday ulkan cho'qqilarga chiqish mumkinligini ko'rsatgan jangchi edi. Bugun esa uning qoldirgan buyuk merosi afsuski, ketma-ket mojarolar soyasida qolib ketgan. Bu qayg'uli voqealar qachondan boshlanganini aniq aytish qiyin, ammo eng shov-shuvlilaridan biri 2019-yilda Gavayidagi bar yonida sodir bo'ldi. Internetda tarqalgan videoda mast holatdagi Pennning notanish erkak bilan janjallashgani ko'rinadi. Sobiq UFC chempioni mushtlashuvni o'zi boshlab berdi, ammo yakunda o'zi nokautga uchradi. Eng achinarlisi, Penn qisqa vaqt ichida o'sha odam bilan yana to'qnashib, ikkinchi marta ham kaltak yedi. O'shandayoq UFC afsonasining hayotida nimadir noto'g'ri ketayotgani sezilgandi. Keyingi yillarda esa vaziyat yanada og'irlashdi. Oradan 1 yil o'tib, Penn mast holda avtomobil boshqargani uchun politsiya tomonidan ushlandi. Keyinchalik uning nomi oiladagi zo'ravonlik va agressiv xatti-harakatlar bilan bog'liq ayblovlarda ham tilga olindi. Bu voqealarning ko'pchiligida alkogol muammosi ham qayta-qayta tilga tushdi. Afsuski, bir vaqtlar UFC tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri bo'lgan BJ Penn bugun ko'proq mana shunday noxush voqealar bilan eslanmoqda. Endi hech kim jabrlanmagan, ammo UFC'ning mashhur yengil vazn jangchilaridan birining obro'siga tegib o'tgan g'alati voqeaga navbat. Gap Dan Hooker haqida. Shu yil boshida u juda noodatiy mojaroning markazida qoldi. Hammasi Hookerning sobiq ma'shuqasi deb tanishtirgan ayolning ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotlaridan boshlandi. Ayolning aytishicha, ular Dan bilan uzoq vaqt yashirin munosabatda bo'lgan. Hooker uni moddiy jihatdan ta'minlagan va qimmatbaho sovg'alar bergan. Bu da'voning o'ziyoq shov-shuvli edi, chunki Dan anchadan beri boshqa ayol bilan turmush qurgan. Ammo voqea shu bilan tugamadi. Ayolning ta'kidlashicha, u Hookerning boshqa bir erkak bilan intim yozishmalarini topib olgan. Ya'ni u Danni nafaqat rafiqasiga xiyonat qilishda, balki boshqa bir erkak bilan yashirin munosabatda bo'lganlikda ham aybladi. Eng g'alati da'vo esa, go'yoki Hookerning rafiqasi bularning barchasidan xabardor bo'lgan va vaziyatni qabul qilgan. Ammo bu yerda juda bir muhim jihat bor. Bu ayblovlarning hech biri tasdiqlanmagan. Ayol hech qachon ishonchli dalil taqdim etmadi. Shu sabab uning gaplarini fakt sifatida qabul qilish noto'g'ri bo'ladi. Hookerning o'zi esa bu voqeaga jiddiy emas, hazil bilan munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoqlarda men nimani o'tkazib yubordim? Endi men gey bo'lib qoldimmi? Rad etilgan ayoldan qo'rqinchliroq narsa yo'q ekan deya javob berdi. Ko'rinishidan bu ayblovlar Danni unchalik tashvishga solmadi, ammo rostmi yoki yo'qmi? Hooker o'z xohishisiz bo'lsa ham UFC olamidagi eng g'alati mojarolardan birining markazida qolib ketdi. Ian Machado Gary'ning hikoyasi qaysidir ma'noda Hookernikiga o'xshaydi. U ham o'zi va oilasi haqida tarqalgan tasdiqlanmagan mish-mishlar sabab ijtimoiy tarmoqlarda kuchli bosimga uchradi. Ammo bir farq bor. Gary o'zining ayrim xatti-harakatlari bilan avvaldan negativ munosabatga zamin yaratib qo'ygandi. Albatta bu u haqida yolg'on ma'lumot tarqatishni oqlamaydi. Ian Irlandiyaning eng iqtidorli jangchilaridan biri va tabiiyki faoliyatining boshidanoq uni Conor Makgregor bilan taqqoslashgan. Gary'ning o'zi ham Conordan ilhom olishini yashirmaydi. Muammo shundaki, vaqt o'tishi bilan bu ilhom ochiqchasiga taqlidga aylanib ketdi. U Conorning mashhur yurishini takrorladi. Uning iboralaridan foydalandi va raqiblari bilan sun'iy mojarolar yaratishga urindi. Zamonaviy UFC'da trash talkning o'zi yomon emas, ammo Makgregorning xarizmasini takrorlashga urinish Gary'ga har doim ham yarashavermaydi. Buning yorqin misoli Neil Magny bilan jang oldidan yuz berdi. Gary hech qanday jiddiy sababsiz Magnyni oilasiga zulm qiladigan odam sifatida ko'rsatishga urindi va uni jazolash kerakligini ayta boshladi. Vaholanki, Magny bunga deyarli hech qanday asos bermagandi. Aksincha, Jeff Neal jangdan chiqib ketgach, aynan Magny qisqa muddatda jangni qabul qilib Gary'ga raqib bo'ldi.
Jang vaqtida ham Ian provokatsiyani davom ettirib, raqibiga bir necha bor o'rta barmog'ini ko'rsatdi. Gari yakunda g'alaba qozondi, ammo uning xatti-harakatlari ko'pchilik muxlislarga yoqmadi va aynan shunday fonda uning oilasi haqidagi mishmishlar juda tez tarqaldi. Bu safar olovga moy sepgan odam Sean Strickland edi. Strickland Garyning o'zidan qariyb 15 yosh katta rafiqasi Layla yosh jangchini boshqarib olgan degan gaplarni tarqata boshladi. Hatto u Layla go'yoki yosh sportchilarni qanday yo'ldan urib, ularga turmushga chiqish haqida kitob yozganini ham da'vo qildi. Keyin esa vaziyat yanada g'alati tus oldi. Shonning aytishicha, Ian Machado familiyasini rafiqasining sobiq eridan olgan va o'sha erkak hatto ularning uyida yashab Garyning dietologi bo'lib ishlarkan. Ammo bu hikoyaning katta qismi faktlar bilan mos kelmasdi. Laylaning kitobi aslida jiddiy qo'llanma emas, balki taxminan 15 daqiqalik hazil va satiraga asoslangan audio edi. Uning sobiq eri Gary bilan ovqatlanish bo'yicha ishlagani haqidagi ma'lumotlar bo'lgan, ammo uning ismi Richard Cullen edi. Demak, eng asosiy detalning o'zi mishmishni buzib turardi. Strickland esa rafiqasining sobiq eridan Machado familiyasini olganini aytardi, ammo sobiq erining familiyasi umuman Machado emas, Cullen edi. Natijada bu voqea Garyning obro'siga jiddiy zarba berdi. Eng achinarlisi, Strickland tarqatgan eng shov-shuvli da'volarning katta qismi ishonchli dalillarga ega emasdi. Ammo tan olish kerak, agar Ian avvalroq o'zining provokatsion xatti-harakatlari bilan ko'pchilikning g'ashiga tegmaganida, bu mishmishlar ham balki bunchalik tez ommalashmagan bo'lardi. Endi to'pimizni biroz yengilroq va qisqaroq voqea bilan davom ettiramiz. UFC yarim o'rta vaznining top jangchilaridan biri va chempionlikka da'vogar Michael Morales taxminan yarim yil avval ijtimoiy tarmoqlarda ayollar ko'ylagini kiygan holda ko'rinish berdi. Tabiiyki, jangovar sportning o'ta erkakona muhitida bu holat hammaga ham yoqmadi. Masalan, yana bir yarim o'rta vazn jangchisi Joaquin Buckley Moralesni keskin tanqid qildi. Ko'ylakda ahmoqlik qilish, belingni qimirlatish senga juda yoqayotganga o'xshaydi. Qani shu ko'ylakni UFC matbuot anjumaniga ham, vazn o'lchash marosimiga ham kiyib chiqchi, dedi Buckley. Ammo aslida Moralesning bu qilig'i shunchaki hazil yoki e'tibor jalb qilish uchun qilinmagan edi. U Ekvadordagi qadimiy Yangi yil an'anasida ishtirok etgan. Bu mamlakatda qariyb 1,5 asrdan beri Yangi yil arafasida erkaklar ayollar kiyimini kiyib, parik va pardoz bilan ko'chalarga chiqishadi hamda haydovchilardan mayda pul so'rashadi. Bu an'ana eski yil bevalari deb ataladi. Unda yakunlanayotgan yil ramziy ma'noda vafot etadi. Erkaklar esa uning ortidan motam tutayotgan bevalar obrazini yaratishadi. Ya'ni Moralesning ko'ylak kiyishi ortida hech qanday sirli sabab yo'q edi. Bu shunchaki Ekvadordagi mashhur xalqona hazil an'ana bo'lib, ma'lum ma'noda uni AQShdagi Halloween bilan taqqoslash mumkin. Endi afsonaviy jangchilar segmentiga o'tamiz va bu yerda bizni mojarolar bo'yicha yana bir chempion Jon Jones kutib turibdi. Jones MMA tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri. Uning UFC'dagi rekordlari va yutuqlari shu qadar ulkanki, yaqin kelajakda ularni takrorlaydigan jangchini ko'rish qiyin. Ammo shu bilan birga, Jon tarixdagi eng intizomsiz va eng ko'p mojaroga aralashgan UFC yulduzlaridan biri sifatida ham qoladi. Uning kolleksiyasida deyarli hamma narsa bor. Doping testlar bilan bog'liq muammolar, mast holda mashina boshqarish, politsiya bilan janjallar, giyohvand moddalar bilan bog'liq voqealar va yana ko'plab mojarolar. Ammo biz Jonsning qorong'i tomonini ilk bor jiddiy namoyish qilgan 2015-yildagi voqeaga to'xtalamiz. O'sha paytda Jon yarim og'ir vazn chempioni edi va kamarini marhum Anthony Rumble Johnsonga qarshi himoya qilishi kerak edi. Raqibning dahshatli nokaut kuchi sabab bu jang muxlislar intiqlik bilan kutayotgan to'qnashuvlardan biriga aylangandi, ammo jang hech qachon bo'lib o'tmadi. Sababi Jons avtohalokatga sabab bo'ldi va hodisada homilador ayol jarohat oldi. Eng yomoni Jon voqea joyidan qochib ketdi va jabrlanuvchiga yordam ko'rsatmadi. Keyinchalik uning avtomobilidan taqiqlangan moddalarni iste'mol qilish uchun ishlatiladigan moslama ham topildi. Natijada Jons hibsga olindi. UFC esa uni chempionlik kamaridan mahrum qildi va faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Oradan vaqt o'tib Jon oktagonga qaytdi, ammo muammolar shu bilan tugamadi. Keyingi yillarda ham uning nomi qonunbuzarliklar va antidoping qoidalari bilan bog'liq mojarolarda bir necha bor tilga olindi. Go'yo 2015-yildagi voqeadan keyin Jonsning tormozi butunlay uzilgandek edi. U yana va yana muammoga duch kelib, Dana Whitening sabrini sinashda davom etdi, ammo bu endi butunlay boshqa hikoya.
Bu hikoya qaysidir ma'noda BJ Penn bilan sodir bo'lgan voqealarni eslatadi. Qolaversa, ikkala jangchi ham MMA'ning deyarli bir davriga mansub afsonalar. Ammo Nick Diazning holati Pennnikidan og'ir ko'rinmaydi. Afsonaviy yarim o'rta vazn jangchisi anchadan beri muammolar bilan kurashib kelmoqda. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, u hech bo'lmaganda mutaxassislardan yordam olishga harakat qilgan. Nick va uning ukasi Nate'ning marixuanaga munosabati esa MMA muxlislariga anchadan beri yaxshi ma'lum. Ammo 2024-yil noyabrdagi voqea hatto Diazning eng sodiq muxlislarini ham jiddiy xavotirga soldi. Nick ko'chaning o'rtasidagi ajratuvchi hududda juda g'alati holatda tasvirga tushdi. U maysaga yonuvchi suyuqlik sepib, uni yoqdi va cho'kkalagan holatda olovni tomosha qilib o'tirdi. Bu holatni mashinada o'tib ketayotgan tasodifiy odam videoga oldi. Video internetga chiqqach, Nickning ruhiy holati haqida turli taxminlar tarqala boshladi. Hatto boshqa jangchilar ham uning yaqinlarini Diazga yordam berishga chaqirishdi. O'sha vaqtda Nick Vicente Luque'ga qarshi UFC'ga qaytishi kerak edi, ammo uning holati bilan bog'liq xavotirlar fonida jang bekor qilindi. Diaz voqeani omma oldida izohlamadi, biroq keyinchalik uning atrofidagilardan Nick mutaxassislarga murojaat qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Aslida xavotirli belgilar bundan oldin ham ko'ringandi. 3 yil avval Diaz qariyb 6 yillik tanaffusdan so'ng UFC'ga qaytib, Robbie Lawler bilan revansh o'tkazdi. O'shandayoq Nickning jismoniy holati ko'pchilikni tashvishga solgan edi. Lawler jangni texnik nokaut bilan yakunlagach, birinchi qilgan ishlaridan biri Nickning oldiga borib, unga yordam taklif qilish bo'ldi. Ammo eng ta'sirli lahza keyin yuz berdi. Diaz o'sha kecha yutqazganiga qaramay, jangdan keyingi intervyuda muxlislar uni shu qadar baland olqishladiki, arena larzaga keldi. Chunki barcha muammolarga qaramay, Nick Diaz muxlislar uchun hamon MMA afsonasi bo'lib qolmoqda. Mana shunday UFC yulduzlari oktagonda qanchalik kuchli bo'lmasin, uning tashqarisida ular ham xato qiladi. Mojarolarga aralashadi va ba'zida o'z obro'siga o'zi zarar yetkazadi. Bugungi voqealarning ayrimlari kulgili, boshqalari esa ancha jiddiy. Ammo ular bizga bitta narsani ko'rsatadi. Chempionlik kamari insonni mukammal qilib qo'ymaydi. Sizningcha, bugungi ro'yxatda eng sharmandali voqea kimniki bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha